Boylik vaqt o'tishi bilan yo'qoladi deyishadi. Pul qadrsizlanadi, aksiyalar qulashi mumkin, iqtisodiy inqirozlar esa hammani sarosimaga solib qo'yishi ham hech gap emas. Lekin tarix davomida bir narsa o'z qiymatini kamdan kam holatlarda yo'qotgan. Nima bo'lganda ham 0 darajada qadrsizlanmaydi u demoqchimiz. Qimmatbaho metallni sotib olish uchun millioner bo'lish shart emas. Qolaversa, narxlar doirasi juda keng va har qanday byudjet uchun mos variant mavjud. Ammo bugungi kunda oltin quymalariga sarmoya kiritish qanchalik foydali? Yilida bo'lsa, yozda Buxoroda 50 grammli tillani olgan edim. 3.9 probada 54 millionlarga oldim. Hozir 61,5 million почти, 61 million qanchadir. O'z oltinni uyda saqlash bugun qanchalik samarali yoki u ham dollarga o'xshab narx o'ynaydigan valyuta vositasimi, balki haqiqatdan pulni investitsiya shaklida saqlashning xavfsiz yo'lidir. Bugungi kunda oltin quymalariga sarmoya qilish iqtisodiy jihatdan qay darajada foyda keltiradi? Oxirgi 1 yil ichida oltinning narxi salkam 50% ga ko'tarilgan. Ya'ni agar 1 yil oldin 100 dollarga oltin olib qo'yganingizda, hozir shu pul 150 dollarga aylanardi. Bundan tashqari oltin bu inflyatsiyaga yaxshi himoya. Shuning uchun ham har bitta insonning investitsion portfelini bir qismi oltinga investitsiya qilingan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin faqatgina oltinga emas, balki aksiya, obligatsiya, sukuk, kriptovalyuta va boshqa aktivlarga investitsiya qilgan bo'lishi kerak. Dollar kursi kabi qimmatlashayotgan bu metallning 5 grammi ayni kunlarda 6 million 216 ming so'mga baholanmoqda. Demak, siz 963 dollarga 10 grammli quyma oltin xarid qilishingiz mumkin. Eslab qoling, zargarlik buyumlar sifatida emas. Shu o'rinda savol tug'iladi. Quyma oltinlarni qayerdan sotib olish mumkin? 5, 10, 20, 50 va 100 gram o'lchovli og'irlikda tijorat banklari orqali sotuv yo'lga qo'yilgan. Ular 999.9 asillik darajasiga ega va ular O'zbekiston Respublikasi hududidagi tijorat banklarining shoxobchalari orqali sotiladi. Oltin narxi so'nggi oylarda sezilarli darajada oshdi. Joriy yil 27-fevral holatiga ko'ra Markaziy bank ma'lumotlariga binoan 1 gram oltin narxi 1 million 243 ming 100 so'mni tashkil etmoqda. Xo'sh, oltin narxlarining o'sishiga nima sabab bo'lyapti? Oltin quymalarining narxlari asosan jahon bozoridagi shakllangan narxlardan kelib chiqib o'zgarib turadi. Jahon bozorida oltin narxining o'zgarishiga ta'sir etuvchi talab va taklif holatiga xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Quyma oltinlarni sotib olishni xohlovchilar oramizda talaygina, biroq uni xarid qilish uchun cheklovlar bormi? Jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi norezidentlariga istalgan miqdorda oltin quymalarini sotib olish imkoniyati bor. Xulosa qilib aytganda, oltin narxi doimiy ravishda o'sishda davom etayotgan bir paytda uni sotib olishni o'ylayotgan investorlar narx o'zgarishidagi barcha xavf va imkoniyatlarni chuqur tahlil qilishlari lozim. Jasur Hasanov, Asqar Nosirov, Zahro Kozimjonova, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.